Assalomu alaykum qanday obunachilar. Xudo xohlasa biz bugun sizlarga sertifikatni obzor qilib beraylik. Keyin xo'p, Andijon viloyatiga dastavkamizni jo'natyapmiz. Hozir ushbu mashinamizni yukladik. 150 kvadratli stabilizatorlari, temir cho'tkalari mutlaqo bepul. Bu yana tozalagani ko'p odamning nimaga temir cho'tka kerak bo'lsa, shu narsani o'zi ham ko'p odam yana problema qiladi, yo'q bo'ladi. Keyin bizda ko'p odam yomg'ir paytida suvda tesachi degan suv deyadimi, yong'in umuman zanglamaydi deb ko'rsatadi. Bu shu shulka hisoblanadi. Parashka va kraskasi, kraskani tushungan odamlar biladi. Bu un kraska bo'ladi. O'chmaydi, hech kim uni holatini umuman yo'qotmaydi. Xo'p, katyolimiz 150 kvadratdan boshlab 2,5 kvadratgacha bor. Xo'p, listlari qanday degan, listlari to'rli list bo'ladi, rossiyskiy list bo'ladi, teng bo'ling. Xo'p, горячий list o'zi kuydirilgan deyadi. Model esa 8-9 listdan ishlatiladi. Miga motorlari zavodskoy, Xitoydan parzakaz keladi. Motorlari kuchaytirilgan bo'ladi. Eng qizig'i biznikini bitta plus tarafi to'g yozmaydi, qana yozmaydi. 220 yo 12 volt bas. Zavodskoy deganda bilinglarki, bu zavoddan, katta korxonadan eri xotin bo'lib miga motor keladi. U shu bo'ladigan bo'lsa 0,5 kilovat beradigan, o'zi stabilizatorimiz o'zi 1 kilovatlik faqat katyol uchun beriladi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, $1100 vodiy bo'yicha dastavkasi bepul 150 kvadrat. Undan nari tevaga ketaveradi. Menga 200 kvadratli, 300 kvadratli, 400, 500 bitta yaqinlashib ko'rsating 2,5 mana ashinimiz 1000 kvadratga ashi. Katta katyolimiz 1000 kvadratga. Bitta ponni o'zi sessalaring, bas katta angar, uji zakatuvkalarimiz boshlangan. Xudo xohlasa buyuk umuman problema bo'lmaydi. 40 kilovatli kerak bo'ladimi? 30, 20, 15 farqi yo'q. Akalar $1100 dan boshlanadi. $6000 Bu endi $6000 degan qanaqa katta maktab, misol teplitsa, o'shanaqa joylarga beriladi kattasini. Bemalol pastda nomerda qoldiramiz. Like va diskani ayamaysizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuni eslangdan chiqarmang, like va diskani unutmanglar. Dastavka mutlaqo bepul.